Shunda xursand bo'lib, kulgan uyg'onib ketadi. Birodalar, bu rivoyat emas bu. Abu Qudoma, "Ey Habibim, juda yaxshi narsani ko'ribsiz. Inshaalloh bu yaxshilik" dedi. Va tong otganda dushman bizga hujum qildi. Biz hali o'zimizni epaqaga keltirgunimizcha hali yigit otini mindida ularchiga qarab kirib ketdi. Bir qanchasini o'ldirib ular orasiga kirganda orqasidan ot choptirib kirdim va otidan ushlab tashqariga tortib, "Bolam, sen yoshsan, urushda makr hilasini bilmaysan, ichkariga tortib turib seni shahid qilishadi. Qayt orqaga" deganda u yigit aytadi: "Ey amaki, axir Alloh taolodir. Agar sizlar dushmanga ro'baro kelsanglar, orqalarni qilib qochmanglar degan oyatni eshitmaganmisiz?" deb oyatda gapirib turganda dushman hujum qildi, biz ikkiga bo'lib tashladi. Jang tugab, ikki qo'shin tarqagan paytda yaradorlarni qidirdim, shu yigitni topishlik maqsadida. Ana shuni eslab yurganda otlarning o'liklarini ostida bir yigit turardi. Ey amaki, Alloh tushimni rost qildi" degan yigitni ko'rdim. Qo'llari singan, yarador bo'lgan, yuzlaridan qon oqqan, loy bo'lib turpoqlar betiga solgan holatda yotardi deydi. Yugurib bordim, turpoqlarini, loylarni ko'ynagim bilan artsam, "Amaki, ko'ynagingiz bilan artmang, o'zimni ko'ynagim bilan arting. Chunki shahid bo'lgan o'g'lini kiyimini qonga belanganini ko'rganda onam ishonadi. Amaki, men sizga kecha aytib bergan xur boshimda turibdi" deydi. Ustimda turibdi, ruhimni chiqishligini kutyapti. "Ey Allohning habibi, tezroq chiqing, men mushtoq bo'lib kutib turibman sizni" deyapti deydi ustimda. Shunda hali bolaning yuzidagi qonni artib turib aytadi: "Ey bolam" deydi. "Qiyomat qoyim bo'lganda shafoatingga oladigan kishilar ichida meni ham esdan chiqarib qo'ymagin. Seni men yetalab keldim shu yerga." Yigit aytdi: "Sizda kishilar unutilmaydi" dedi. "Amaki, agar Alloh sizni yurtingizga qaytib borishlikni nasib qilgan bo'lsa, onamni toping va aytingki, Alloh sizni hadiyangizni qabul qildi. Alloh duoingizni ijobat qildi. Sizdan akam va inalarimga salom aytaman va Alloh huzurida sizni shafoat qilishini Allohdan so'rayman. Va uyga borganingizda amaki, 10 yashar singlim bor" deydi. Har safar ketayotganimda meni kuzatib qolardi deydi. Va ketayotganda, bu safar ketayotganimda "Aka, uzoq ketmang, bizni tashab qo'ymang yolg'iz. Otamiz va boshqa aka-ukalarimiz ketdi. Siz bizni tashab ketmang" deb kuzatib qo'ygan edi. Shunga xabar yetkazib qo'ying dedi. "Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar rasululloh" dedi-da, "Hada ma wa'adana rasul va ma'adana Alloh va rasuluhu va sadaqallohu va rasuluhu." Bu Alloh va rasuli bizga va'da qilgan narsa, Alloh va rasuli va'dasidan chiqdi dedi-da, shahid bo'ldi.